Assalomu alaykum aziz yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biz xudo xohlasa galdagi ishimizni Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan yer maydonidamiz. Ushbu yer maydoni tuman markazidan Langar qo'rg'oni tarafga yo'nalgan asosiy trassani yonginasida yana bir qiziq jihatidan biri bugungi kunda tashkil qilinayotgan yashil makon loyihasi doirasida ekib chiqilgan ko'chatlar bilan fermer akamizni yerlari yonma-yon bo'lganligini hisobiga yonginasida daraxtlar, ko'chatlar uchun tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilmoqdamiz. Ushbu yer maydonida sug'orishda muammolar yuzaga keladigan yer maydoni nimagaki ushbu yer maydonida sug'orishda ostidan sug'organda sug'orish imkoniyati umuman yo'q, chunki ko'rib turganimizdek yer maydoni juda ham notekis va eng qiziq jihati bu yer maydoni yer sathidan bir muncha balandda joylashgan. Ushbu yer maydoniga fermer akamiz alohida 30 kubalik havza tashkil qilgan va tomchilatib sug'orish lentalariga qiziq jihati yana ham bu nasossiz filtr yordamida asosiy liniyamizga tomchilatib sug'orish liniyasiga suvni haydab beramiz va ushbu ish jarayoni qay tarzda ketishi va ishlash jarayoni qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol videomizni oxirigacha kuzatib boring va o'zingizni qiziqtirgan savollarga mana shu video orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Yer maydonimizda uzunligi 200 metr atrofida va daraxt ko'chatlari soni esa 350 tup daraxtdan oshiqroq ko'chatlar ekilgan va bu esa o'sha o'z navbatida mana shu trassa yonidan o'tayotgan haydovchilar bormi, yo'lovchilar kimki bo'lsa o'shani kayfiyatini ko'tarish darajasidagi soya salqin hududga aylanadi. Xudo xohlasa biz ham ushbu savobli ishga o'z hissamizni qo'shish maqsadida fermer akamizning taklifiga binoan aynan shu yer maydonidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Biz siz uchun har doim xizmatdamiz. Kuzatib o'tganimizdek ushbu yer maydonida dehqonchilik qilish murakkab bo'lgan yer maydoni, ya'ni mana bu qishloqdan chamasi 100 metr tepalikda aynan yo'lni yon qismida joylashgan mana shu yer maydoniga hoji bobomiz xudo xolasa daraxtlarni mana shu yerni ko'kalamlashtirish ishini jadal tarzda olib borish maqsadida mana shu ko'chatlarni ekilganligiga guvohi bo'lishimiz mumkin va aynan biz ham o'sha savobli ishlarga o'z hissamizni qo'shish maqsadida har bitta ko'chat ostiga tomchilatib sug'orish liniyalarini tortib chiqyapmiz va ushbu tomchilatib sug'orish liniyalariga suv aynan mana bu qo'lbola yasalgan, ya'ni 30 kuba suv ketadigan betonli havzamizdan mana shu yerga samoxod tarzda, ya'ni o'zini erkin holatda sug'oramiz. Ya'ni bu yerga hech qanaqa nasos yoki qo'shimcha tok sarf qilinmaydi, faqat ketadigan tok o'sha yuqorida aytganimizdek basseynga suv to'ldiriladi va samoxod tarzda mana shu yerga suv haydab berilib, salkam 1 gektardan oshiqroq bo'lgan, ya'ni 350 tup atrofidagi daraxtlar orasini bemalol sug'orish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xudo xolasa mana liniyalarimizni tortib chiqish ishlari davom etyapti. Hovuzimiz mana bu yerda hovuzimiz turibdi. Mana shu yerdan samoxod tarzda suv 200 metr masofaga keladi. Ya'ni ishimiz deyarli lentalar tortib bo'linish arafasida yana mana bu yergacha, mana shu yergacha 200 metr masofa, 200 metrdan turbamiz keladi. Asosiy liniya samoxod tarzda va ko'rib turgan mana bu sifatli tarzda ishlab chiqarilgan har doimgidek trubka, tomchilatib sug'orish trubkalariga suv yetkazib beriladi va ishimiz hali ko'p, sababi glavniy asosiy turbamiz mana shu yerda har bitta qator uchun alohida kranik o'rnatib chiqiladi va lentamiz, trubkamizni oxirgi qismiga ham alohida bekitib qo'ygich, ya'ni
ruschasiga aytgan zaglushka bor. Akkuratniy tarzda ishimiz davom etyapti. Ma'lum soniyalar, ma'lum daqiqalardan keyin sizga yana o'sha videolarni ko'rsatib boramiz ish jarayonini. Ish jarayoni mana shu tarzda yana ham davom etyapti. Bugun ish kunimizda Xudo xolasa 2-kuni. Mana bu kraniklar mana original va sifatli, eng qizig'i uzoq muddat xizmat qilib bera oladigan kranik, truba va fitting o'sha maxsus aksessuarlar bilan ushbu yer maydonidamiz. Suv tiniq bo'lishiga qaramasdan ushbu yerga ham alohida filtr tizimini o'rnatishni joiz ko'rdik, chunki suv tiniq bo'lganligi bilan hovuz usti ochiq va ushbu yo'l maydoni, yo'lni ya'ni chet qismida bo'lganligi uchun chang, g'ubor o'sha hovuzga qo'nib bemalol turba orqali o'sha tomchilatish trubkalariga, tomchilatish aksessuarlariga zarar yetkazishi mumkin. Shuni oldini olish uchun albatta filtr ushbu yer maydoniga ham zarur deb hisobladik. Xo'p, usta akalarimiz o'z o'sha bilim malakalarini bilan tovlangan ustalar, hammasi o'z ishini ustasi va ko'rib turganimizdek har bir ishga alohida e'tibor va tajribadan kelib chiqqan holatda sifatli tarzda o'rnatayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Turbamiz har doimgidek 2 stinali uzoq muddat, ya'ni 50 yilgacha ishlab beradigan darajadagi sifatli turbalar ushbu yer maydonida ham olib kelingan. Eng qiziq jihati boshqa joylarda qanaqa bilmadim, bizda aynan eng elementar narsalarga ham alohida sifat bilan yondashamiz. Ko'rib turganimizdek mana bu turbalarimizni ham o'sha sifatli holatda qalin ko'rinadigan mana tiniqlashtiradi, mana qalin holatdagi turbalar bilan ushbu yer maydonini qamrab olamiz Xudo xolasa. Xo'p, mana turbamiz. Qiziqadiganlar uchun mana alohida ko'rsataman. Mana turba mana shu holatda teshiladi va kranik sifatli tarzda o'rnatib chiqiladi. Bu yoq tomondagi ishimiz asosan o'sha lentalarni to'g'riligi va sifatli o'rnatilayotganligiga alohida e'tibor bilan qarab chiqilish ishlari olib borilmoqda. Chunki tomchilatishda injiqlik jihatlari juda ham yuqori bo'ladi. Aynan ishlash sistemasida bizga siz qildingiz yoki kimdir qilyapti, siz tengilar va kuzatuvchilarimizdan juda ham ko'plab savollar kelib tushyapti. Ya'ni o'sha sistemani o'rnatganda sistema yaxshi ishlamasligi, qaysi daraxtning ostida suv bor, qaysi daraxtning ostida esa suv yetib bormayotganligini iddao qilib bizga qo'ng'iroq qilyapsizlar. Shuning uchun ham biz mana shu videoni yana ham aniqroq bo'lishi uchun sizga ko'rsatib o'tyapmiz. Bunda asosan o'sha muhandislik ishlariga alohida e'tibor qaratib o'tish talab qilinadi. Agarki qayerdadir elementar xatoga yo'l qo'yasiz va bu bilan qilingan rasxod 2 baravariga oshib ketadi. Aynan shu rasxodni oldini olish uchun albatta muhandislarga, ya'ni o'sha maxsus o'zini ustalariga orqali maslahatlashib qilingan foydaga holi bo'lmasligini ta'kidlab o'tamiz. Ko'chatlar yuqorida aytganimizdek 350 tubdan oshiqroq mana shu nishablik yer maydonida qishloqdan deyarli 100 metr yuqorida joylashgan ushbu yer maydoni ma'lum daqiqalar o'sha videomiz davomida Xudo xolasa tomchilatib sug'orishni eng oson usulida ko'plab daraxtlarni sug'orish imkoniyatiga ega bo'lganligini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa mana turbamizni oxirgi qismidan suvni havosini chiqarib yubordik. Kraniklar o'rnatilgan. Kraniklar optimal tarzda ishlayapti. Biz kutgan natijaga erishdik Xudo xolasa mana. Aynan o'sha bizning taklif qilgan bog'imizni o'zi ham shu yerda nazorat ostida qarab kuzatib turibdi va mana bu yer 200 metr masofadan suv aynan mana shu yergacha mana yetib keldi. Biz tepalik deb o'ylaganimiz
xatoligi aniq bo'ldi mana, chunki bu taraf pastlikligi ma'lum bo'ldi. Xudo xolasa yuqorida aytganimizdek ishimiz yakunlandi va yana o'sha hovuzimizning yon tarafida ham ozroq ko'chatlar bor. Aynan shu ko'chatlarga ham alohida lentalar tortib chiqilyapti. Mana aynan o'sha yo'lni yon qismida Xudo xolasa bu daraxtlar voyaga yetganda, uni soyasida soyalaganda olingan savob Xudo xolasa juda ham yuqori va aynan shu ishga biz ham o'z hissamizni qo'shayotganligimizdan albatta mamnunmiz. Agar sizda ham xuddi shunaqa yer maydoni bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkinligini yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Xudo xolasa ishimizni yakuniga yetkazdik va ko'rib turganimizdek startni berganimizdan so'ng aynan mana bu holatda, mana hali bu ligirovka qilinmagan holatda, qachonki bu daraxt voyaga yetib boshlaganda aynan shu holatda tomziladi va buni ligirovka qilish imkoniyati bor. Aynan ko'rsat, mana bu holatda, mana agar qotiradigan bo'lsak, mana tomchilash minutga kamayib boraveradi va aynan mana shu holat aynan hozirgi yosh navda ko'chat uchun normal holat hisoblanadi. Mana bu holatda ishimizni bu oxirgi taraf, ya'ni o'sha yer maydonidan 200 metr uzoqlikdagi samoxod holatda kelayotgan suv orqali ishlash aynan shu holatda ishlayapti. Mana bu holatda ham va mana bu mana ko'rishimiz mumkin. Yaqinlashtirilgan kadrda mana bu ham ligirovka qilinmagan holatida tomyapti. Agar uni yana ham ligirovka qiladigan bo'lsak, Xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki hamma joyda suv bir tekisda tomgani yaxshiroq, chunki suvni holatini va o'lchamini qancha vaqtga suv yetib berishini bemalol aniqlash imkoniyati hosil bo'ladi. Mana bu ham hozir start berilganligini hisobiga hali hech qaysi deyarli ligirovka qilinmagan. Mana bu holatda ham mana ko'proq suv tomayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu vaholanki hozirgi ko'chat uchun past holat, ya'ni ko'proq holat hisoblanadi. Mana obchi daraxtlar soni 350 tup va 350 tup daraxtni hammasiga start berildi va aynan 350 tup daraxtga bemalol suv yetayotganligini kuzatdik. Bu bilan basseynimizda 15 tonna suv bo'ladigan bo'lsa 3,5-4 soat vaqt oralig'ida suv tugaydi va ana shu 3,5-4 soat oralig'ida Xudo xolasa daraxtlarimiz ham keraklicha namlikni o'ziga oladi. Chunki bu daraxtlar hali ko'chat navda, vaqt o'tgan sayin, suvga ehtiyoj ko'paygan sayin aynan ligirovka holatida, mana usta akamiz to'g'rilagan holatda hammasi ko'rib chiqiladi qaytadan. O'shanda maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana xolasa mana poliyamizda eng bosh qismiga deyarli yetib keldik. Ko'rdingiz, boshida joy ochilgan edi. Aynan mana bu kadrni ushlaymiz va aynan o'sha kadrni yaqinlashtirib tomayotganligini ko'rishimiz mumkin va turba orqali keyingi daraxt ko'chatimiz tagiga kelamiz. Keyin ko'chatdan ham tomayapti va mana shu liniyani ham kuzatishga harakat qilamiz. Bu mana bitta qatorga bitta qo'yilmabdi, bir dona boshiga. Va endi mana buni ko'ramiz. Mana tomish jarayoni. Ko'rib turganimizdek, bemalol hamma daraxtlar ostidan tomayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan mana shu kadrni yana mana yaqinlashtiramiz. Uzoq masofani mana tomish jarayoni. Va keyingi ko'chatimiz, mana bu keyingi ko'chatimiz. Xudo xolasa ishlash jarayoni zo'r holatda. Ko'rib guvohi bo'lganingizdek, Navoiy viloyati Xatirchi tumanida joylashgan ko'chatlar uchun mo'ljallangan yer maydonida ishimizni o'z yakuniga yetkazdik.
videomiz davomida kuzatganingizdek hech qanaqa muammolarsiz va biz o'ylagan rejamiz asosida nimani maqsad qilgan bo'lsak, aynan o'sha maqsadimizga yetdik deb bilamiz. Chunki kuzatib bordingiz, hamma tochkamiz faol tarzda o'z ishini bajarmoqda. Agar sizda ham xuddi shu kabi tomchilatib sug'orish yoki yomg'irlatib sug'orish bo'yicha ishlar bo'ladigan bo'lsa yoki sug'orishda muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, bemalol videomiz ostidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz aslo charchamaymiz. Izohlarda o'z fikringizni va savollaringizni qoldiring. Har bir savol javob uchun biz alohida javob berib o'tishga har doimgidek harakat qilamiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yomg'irlatib sug'orish YouTube kanali aynan siz va siz uchun. Biz sizga xizmat qilishdan aslo charchamaymiz.